bo'lmasa, xudo xolasa tug'iladigan farzandimiz yaxshi, sog'lom tug'ilishi kerak. Ol onasi. Voy, adasi, amakim manimcha mazalari bo'lmayapti shekilli. Hozir. Ya amaki, nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yuragim sanchib qoldi. Hech kuchi yo'q. Hozir o'tib ketadi. Nima qilib yuribsiz kech bo'lganda? Bolam. Yolg'izlik qursin. Ertalabdan go'shtli shirin ovqat yegim keluvdi. O'shanga qarab o'tib ketayotgandim. Buni ustiga pulim ham kamroq edi. Yuring, men sizni o'zim mehmon qilaman. Yo'q, rahmat. Yo'q demang amaki. Yuring. Yuring. Amakim qarayapti saninglarni. Yaxshi ish bo'ldi. Mayli amaki, yaxshi o'tirsizmi? Rahmat bolam. Nima xizmat, nima yordam kerak bo'lsa, shu meni telefon raqamim. Tortinmay telefon qilavering. Sen meni siylading. Alloh seni siylasin. Xo'p. Sog' bo'ling. Bo'ldi, hozir yetib boraman. Hop. Tinchlikmi adasi, nima bo'ldi? Gapedagi amakini mazalar qo'shibdi. Voy, yo'g'ey, to'xtang, unda men ham boraman, hozir tushaman. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Biz qo'ldan kelgan hamma harakat qildik. Dodani saqlab qola olmadik. Sabr qilaylik. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo ketib olay. Qoyin tavof etib olay. To'xta ey xalq yetib olay.